Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun yangi stullarimiz, yangi kanal ochdim bugun. Hali birorta obunachisi ham yo'q. Hech narsa yo'q. Birorta like hech nima yo'q. Yangi kanal mana bugun mana shu birinchi video xudo xolasa. Stul bilan shug'ullanamiz. Mustafa Mebel nomi bilan mana hozir yangi stullarimizni birinchi kundan birinchi videoni boshlayapman. Mana ko'ringlar mana. Mana shular, mana 6 tali gulli stullar. Mana bu 12 tali. Bu Xorazmga zakaz asosida tayyorlangan. Bu ham Xorazmga. Hozir narigilar ko'rsataman. Mana shular, mana yangi fasollar, mana haqiqiy turistik stuldan ko'chirilib, olinib, yangi qilingan. Bundan hali yo'q chiqadi. Mana ko'ringlar. Bundan 6 ta qilyapmiz. Bitta 7 taliga 7-chisi veterinaga qo'yadi, Xorazmga bo'lyapti. Bu ham mana teddili, bu ham Xorazmga, nariga orqasi teshikli, nariga ham bu Qo'qonga, nariga 12 ta bor, u ham Xorazmga ketyapti. Mana shu atlasi ham yangi fason, bu ham yangi chiqyapti. Hozir mana buni endi qilishim, bunaqa orqasini 2 xil kombinatsiyada qilardim. Bunisi hozir bir xilda qilib ko'rdim bitta. Lekin yaxshi chiqdi. Ko'ringlar, sizlarga yoqsa like bosib, komment portlatasizlar. Birinchi kanalimda mana ko'rib turibsizlar. Mana shuni tarqatganlarga haligi necha 10 ming obunachi bo'lganda bitta stul beraman, bitta stulni qo'yaman. Ashuni o'ynaverasizlar. O'yin bo'ladi, kim g'olib chiqsa bitta stul mashindan qo'yamiz mana. Ko'ringlarchi, teddy materialda.